Assalomu alaykum. Farog'at Mirzabek kanalini ijtimoiy tarmoq kuzatayotgan qurbodoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun Toshkent viloyati Parkent tumani ma'muriy sudiga keldik. Fuqaroimiz murojaatlari bo'yicha fuqaroning familiya oshchasini aytayotmayman, ismlarini aytayotaman. Xumoyn degan fuqaroni murojaati bo'yicha keldik. Xudo xolasa hozir mana shunga qonuniy tartibda o'rganib chiqib xolisona sudda qonuniy qarorlarni chiqarishlarini hamda fuqaroga nima uchun iltimosnoma kiritgan, iltimosnoma ilovalarini bermagan bu yoqda aytishlari bo'yicha ular shu bo'yicha keldik. Bu sud, bu adolat uyi. Hozir adolat uyi qay darajada adolatligini hozir o'zlaring isboti bo'lasizlar, guvoh bo'lasizlar. Meni kuzatishda davom etinglar. To'g'ridan-to'g'ri premyer efir ketyapti. Hozir bu yerda videoga olmang deyapti. Bular prezidentimizni chiqargan ochiqlik siyosatiga men qarshilik deb o'ylayman. Agar hozir men video olishimga agar bular to'sqinlik qilsa, chunki biz prezidentimizga ishonib yuribmiz. Mana shu prezident siyosatini qo'llab-quvvatlab, biz bilan birgalikda qo'llab-quvvatlamagan qaysi xodim bo'lishidan qat'iy nazar bu prezidentimizni olib borayotgan siyosatlarga qarshi deb o'ylayman. Bu hech qanday toifalangan obyekt emas, hech qaysini shaxsiy cho'ntagidan qilgan binosi emas. Bu davlatimizni mana shu xalq uchun xizmat qiladigan binosi. Sırayla salom alaykum. Salom. Sog'lom namoz nazoratlanma, ijtimoiy tarmoqlardan, maqomlarimiz yo'qman rahbari, blogerman. Mumkin bo'lsa gaplashsak. Nega kameradan qochib yotibsiz? Nima uchun o'zingiz kelganingiz? O'zim kelmayapmanmi? Fuqaro murojaatini qilyapman. Xo'p. Adam olsa bo'lsin, nega siz hozirdan kameradan qochyapsiz? Mayli. Kameradan men tushsam, sizni o'zingiz xoh. Kamerangizni o'chirib turing, bo'ldi, gaplashib olasizda, keyin gaplashyapmanmi? Mayli, o'zlari tushmaslik uchun haqlari bor. Qanday ruxsat olishim kerak? Nega? Rais qachonki sud zalining ichkariga kirishimga ruxsat berish kerak, uni ham iltimosnoma kiritsa. Shuni bo'ldi. Xullas Fag'din Xumoyn Baxtiyorov murojaat bilan kelyapman. Fuqaroni o'sha surishtiruv olib borayotgan ichki ishlar bilan bog'lana olmadik. Ya'ni o'sha yo'lda mashinasini o'sha PPS xodimi, ya'ni Ikrom Rustam Tashkanbeyevich jamoat tartibini saqlash xizmati xodimi ekan. O'sha bo'yicha bog'lanamiz deb viloyatga ham chiqqanmiz. Xudoga javobni kutyapmiz. Mana ommadan ham ketyapti dunyosi. Noto'g'ri qilgan ish hujjatini o'rganib chiqish bo'yicha bu o'zi haqiqatdan buni huquqi buzilganligi uchun sudga iltimosnoma kiritgan ekan. Har bir hujjatni olingandan keyin fuqaroni, misol uchun arizasi bormi, tushuntirish xati bormi, iltimosnomasi bormi, qanaqa hujjat olishdan qat'iy nazar uning ilovasini haqiqatdan qabul qildik deb berishingiz kerak. Hamma tashkilot beradi. Nima uchun bu yerda sud bermadi? Yana tengbo'li sud Suriyaga kirganda Suriya aytganmiz sizga, bo'ldi, chiqib ketganing dushanba kuni qarorini olasan deyapti. Nega? Yo'q, qarorini olyapti. Nega buni fuqaroni iltimosnomasini yozib berib ketgandan keyin iltimosnomasini olganligi to'g'risida uni qo'liga nusxasini bermadinglar? Ko'p chiqilmayishi 3 kunda qaror nusxasi beriladi. Bugun 3-chi kuni bugun qarorni oladi. Qaror deyman, iltimosnoma nusxasini nega bermagan? Nima e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, apellyatsiya tartibida murojaat qilinadi, yuqori instansiyaga borib chiqadi. Apellyatsiya. Xudo xolasa bu bo'yicha Oliy sudda o'sha matbuot xodimi, Oliy sudda matbuot xodimiga ham chiqamiz. Bu bo'yicha hech qanaqa e'tiroz yo'q. Siz shaxsiy huquqingiz, hech qanaqa e'tiroz yo'q. To'ppa-to'g'ri. Qaror olinglar, murojaat qilinglar. Qaror emas, iltimosnomasini nega bermagansizlar? Mana shu savol bo'yicha kelyapmiz. Keyin bo'li ichki ishlarga misol uchun hozir sizlar sudni ko'ribsizlar, to'g'rimi? Sudda fuqaroni ishtirokisiz ko'rishga haqlaring bor. Qachonki o'zi kirgan. Sud e'lon qilmadinglar-ku. O'zini arizaga olgan 10 kun bo'ldimi? Kelganidan keyin olib kirdik. Registratsiya qilmagan. Ayolga mana bugun qaror olinglar, norozilik shikoyat. Yo'q, nega sizlar sud bo'layotganda fuqaro xabardor qilmagansizlar? Xabar qilmadik, o'zim keldim, to'g'rimi? Keldim, hech narsa qilmagansizlar. Qanday tashlab ketgan bo'lsam, shundoq qolgan ekan.
Nega registratsiya qilmadinglar? Qaror olasizlar, norozi bo'lsa murojaat qilasiz. Endi siz bitta qaror olguvchi nega fuqaroning ishtirokisiz sud ko'ryapsizlar? Sudlarda bor ularga. Yo'q, fuqaroning ishtirokisiz sudni ko'rib qo'yibsizlar. Qachonki? Buni ishtirokisiz ko'rmagan. Aytyapti-yu mana mani ishtirok. Sudda bino olganingda yo'q, nimaga bino qildinglar? Nimaga registratsiya qilmadinglar? Bu fuqaro qo'ldan chiqaryapti. Advokat olib kelishni qo'yganman men bu yerga. Bundan ishtirokisiz ko'rmagan, sizga umuman tushuntirib beraman. Ariza berib ketgan, arizani ko'rib chiqish muddati bor. Ikkinchi taraf nimaga kelmadi? Nimaga ZPS xodimi kelmadi? Uni sud lozim topsa chaqiradi. Nega? Men Lozim topsa chiqaradi. Isroil aka, men savolimga javob bering siz. Nima uchun ya qarorgacha siz ya buni qaranglar, ketib qolishini qaranglar. Mana Parkent tumani sud yordamchisi chiqsa bu yoqqa qayerga ketib qolyapti? Fuqaro kelib o'tiribdi bu xodimning oldiga. Nima degan gap bu? Fuqaro kelib mana bu yerda o'tirsa, u to'g'ri tushuntirishni olib olmayapti mana. Qabulxonasi qayerda? Qabulxonaga olib kiring bilan. Qayerda qabul qilyapti? Bizga qabulxonaga kirib chaqirsin bizni bu yerda. Пожалуйста, aytolmay bu masjidga chaqirib berishdi. Ya xo'p, nega savolimizga javob bera olmayapti? Ketmasin, savolimizga javob bersin. Nega fuqaroning ishtirokchisi sud ko'ryapti? Savolimga javob bersin. Nega ikkinchi taraf chaqirmayapti? Sud nimaga asoslanib ikkinchi tarafni chaqirmaslikni lozim topdi? Bayonotini bersin, hisobini bersin bizga. Ya xo'p, sudya yig'ilishda deyilyapti. O yig'ilishdan yo'limiz bizga qorong'i. Yordamchisi nima uchun bu hozir davlat bunga oylik to'layapti? Nima uchun? Prezidentimiz nima deyapti? Qaysi bir sudya misol uchun o'sha oqilona qaror ayblov emas, bu aybsiz deb ayblov xulosasini nechta fuqarodan olib tashlagan deyapti. To'g'ri yarmida bo'lyapti. To'g'ri aytadilar prezidentimiz bular bo'lsa. Chiqsin bu yoqqa, qabul qilsin fuqaroni. Nega kirib ketyapti u? Nega qochyapti kameradan? Shunchalik o'ziga to'g'ri bo'lsin. Kim unga vakolat berib qo'ygan? Nimani hisobiga oylik olyapti? Shunaqa ishlayaptimi Parkent tumanida sudda? Mana fuqarolar ko'rib turibsizlar, mana Oliy sudning raislari yaqinda yangi bo'ldilar. Yaxshilab mana o'zingizlar ko'rib qo'yasizlar. Buni xudo xolasa mana bo'layotgan suddagi jarayonlar, fuqaroning ishtirokisiz sud bo'lyapti, fuqaro kelyapti. Mani ishtirokim o'zlaringiz eshitdinglar, mani ishtirokimsiz sud bo'ldi deb. Mumkin emas fuqaro ishtiroki sud bo'lsa qaror olasiz. Ya qarorgacha nega qaror to'g'ri chiqazib qo'ymagan? Mana Parkent tumanining sudlarining ahvoli. Kansellariya ham qabul qilaman dedi, kansellariya ham yo'q. Kamanda chaqirib bering. Yuzlashtirish emas, bizga qabulxonaga chaqirtirib bering. Siz vazifangiz bu. Bo'lmasa men hozir kiraversam, mana bu yerda to'sqinlik qilasiz, kirmang ekan. Siz faqat bu yerda Men vazifam shu bo'ldi, meni vazifamga to'sqinlik qilmang. siz vazifangizni to'sqinlik qilyapmanmi? Mas chaqirib yuzlashtirib. Siz chaqirmadingiz, kirib kelayotgan xodimni mana bu yerga O'tirib Bo'l, nimaga hozir qabulxonaga kirmayapti? uni ma'lum aniq. Bo'ldi, ayting, qabulxonaga kirsa kirishini ayting, kirmasa kirmasligini ayting, men shunga qarab ommaga gapirayman. Bu o'ziga gapiradi. Mana biz kelib o'tiribmiz. Mana birinchi buzarchilikda Qani Isroil akam ichkariga kirib ketdilar, bir to'g'ri javob bera olmadi. bizga Bahrom aka, biza bu yerda nima qilib o'tiribmiz? Ketma ketligini so'rab. Qanday ketma-ketliklar? Mana bu qila hozir kirib keldik. bizga boshiga bizga xalq Ya'ni pasportlarni olib tashlaymiz. Mana masalan, mana ommadik kompyuterda bir narsa chiqadigan narsalarda bular. Xo'p, bizdigini Isroil akani chaqiring bu yoqqa chiqsin. Nega men javobiga javob bera olmayapsiz?
qochib ketdi, kameradan ham qochib ketdi. Bo'ldi, chiqadi. Chaqiring chiqsin-da bu yoqqa. Men hozir bu yerda bo'laman. Men o'zimda bironta masala yo'q. Sizda ham masalamiz bor. Qabulxonangiz qayerda? Qabulxona mana mana shu emas. Men qabulxona shu yerda qabul qilaman. Nega qabulxona yo'qmi? Yo'q, men devonxona mudiri emasman. Men aktualistman. Devonxona mudirimiz hozir ekan, joy bo'sh. Hop, kim bo'lsangiz ham qabulxonaga olib kirish kerak. Men kelgan fuqarolarni yo'qsa shu yerda turib tashqarida aytib chiqarib olasan. Boshqa sizlarda bilan bo'lmaydi. Shunda qabul qilamiz. Javobini beramiz bu pastda. Ha, Ariza shikoyatlar bo'lsa, ichkarida o'tirib gaplashadigan gaplarni men hal qilmayman. Buni raislar sudida hal qiladi. Men faqat arizalarni shikoyatlarni qabul qilib olaman, qog'ozlarni yo og'zaki bo'lgan bo'lsa, og'zaki shikoyatlarni qabul qilib olib, uni ro'yxatdan o'tkazib. og'zaki shikoyatni qanday qilasiz keyin sudga inobat aytasiz. Uni keyin o'zini chaqirib beraman. Shu murojaat bo'yicha kelib turgan chiqing deyman. Qabul qiladi. O'zi chiqaring uni. Hozir yo'q ular. Siraylarga o'tirib, siraylarga o'tirib, mana hozir hozir gaplashib, yana chaqiraman agar o'zi chaqirib bering, chiqsin-da qabulxonaga. Bu sud adolatiga bunday noqonuniy ish qilmasin bu yerda. Davlatimiz bekorga xalqni bu yerda fuqaro taqdiri hal bo'lyapti. Chiqsin bu yoqqa, qochmasin. Bular ish qilib qo'ygan noqonuniy. Opalar kameraga gapirmaysizlar, tushganlaring e'tirozlaring yo'qdi. Yurib o'tib qaytganda tushasizlar. Atang, lekin olayotgan joyim yo'q. Ko'rib turibsizlar, men faqat xodim bilan olyapman, xodim bilan gaplashyapman. Shu narsani aytaydi, ertaga biz videoga tushishimiz bu demaydi. Yo, sizlarni hech kim chaqirmaydi, sizlarni prosta omma ko'radi, xalq ko'radi. Jamoat ko'radi. Yo, bunaqa bu yerda guvoh ketmaydi, bu yerda. Guvohlikka ham hozir. Mana bu yerda kamera ham ishlayapti. Yo'q. Hozir fuqaro huquq poymol bo'lganligi uchun shu murojaatdan chiqib kelyapmiz.